Zaman o'tadi, baribir bizlarni qilgan ishlarimizni davomchisi bo'lmoq. Mana shunday yigitlar, shunday navqiron yigitlarni ko'rib va shunday qizlarning tarbiyasini bugun hammamiz ham qatnashib, bunday go'zal yurtda yashash, shunday yoshlarni ertangi kunini o'ylab, mana shunday baxtli bo'lishga aytaylik, kim bizga xalaqit beradi? Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar. Bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgandi. Va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarning yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda, Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim